Diqqat, shoshilinch xabar. Toshkentda 34 yoshli ayol Lacetti urib yuborishi oqibatida vafot etdi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklarni o'tkazib yubormaslik uchun kanalimizga obuna bo'lib, videolarimiz davomida bir dona like tugmachasini bosib qoldirishni unutmang. 2025-yil 31-dekabr kuni Toshkent shahrining Yashnobod tumanida faoliyat ko'rsatgan katta yo'lda tragik yo'l transport hodisasi sodir bo'ldi. Yashnobod tumani Maxtumquli ko'chasida soat 21:00 atrofida 2005-yilda tug'ilgan, ismi qisqartirilgan JR tomonidan boshqarilgan Lacetti avtomashinasining piyodaga to'g'ri kelishi natijasida 1991-yilda tug'ilgan YN nomli piyoda hayotdan ko'z yumdi. Yo'l transport hodisasi oqibatida piyoda tan jarohati oldi va joyida vafot etdi. Hodisa omillari shundan iboratki, piyoda yo'lning belgilanmagan joyidan kesib o'tayotgan vaqtda avtomashina unga to'g'ri kelgan. Hodisa sodir bo'lgandan darhol Toshkent shahar yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan tergovga olindi va jinoyat ishi qo'zg'atildi. Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismiga asosan tergov harakatlari boshlangan. Hodisa va uning oqibatlari ko'pchilikning yo'llardagi xavfsizlikni ta'minlashga bo'lgan ehtiyojni yanada oshirmoqda. Yo'l harakatidagi har bir harakatni diqqat bilan va ehtiyotkorlik bilan amalga oshirish qanchalik muhim ekanligini yaqqol ko'rsatib turibdi, deyilgan xabarda. Hurmatli tomoshabin, video haqida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib, kanalimizni yo'qotib qo'ymaslik uchun obuna bo'lib qo'yishni unutmang.